Mening tungi parvarishim birinchi o'rinda qo'limizni yaxshilab yuvib olamiz va gidrofil moyini olib, quruq qo'lga quruq yuz bilan massajning движениями surtishni boshlaymiz. Undan keyin u emulgироваться bo'lishi uchun suvni olib, qo'shib, молочкоga aylantiramiz. Uni sutga aylantirmasangiz yuzingizga narsalar toshirib yuborishi mumkin. Undan keyin yuzimizni yaxshilab yuvib olamiz va yuzimizni ikkinchi marta penka bilan yuvamiz. Menda penka doktor Elsaniki, sizga tushayotganini ishlatsangiz bo'laveradi. Bugun bu penkani birinchi marta ishlatib ko'ryapman. Ishlatib sizlarga natijasini aytaman. Yuzimizni namlashni ham unutmagan holda toner ishlatamiz. Men tonerni qo'lda ishlataman, sizlar vatniy diskda ishlatsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarga qanaqa qulay bo'lsa shunday. Yuzim chuqur namlanishi va yaltirashi uchun zardob sviritka ishlataman. Meniki Skin On 04. Sizlarga qaysi yoqsa ishlatishlar mumkin. Meni yuzim quruq. Vah, yaltirashini qaranglar, buni qizlar. Ko'zimiz atrofidagi nejniy zonamizni ham unutmagan holda ko'zimiz atrofiga krem ishlatamiz. Meniki bu Access White. Va oxirgi shtrix kechki uxotimi krem surkash bilan yopamiz. Menda bu Access White. Ishlatganlar qanaqa narsalar ishlatasizlar aytib o'tib ketinglar, ishlatmaganlar ishlatib ko'ringlar, natijasini sirrazu bilasizlar. Sog' bo'linglar, xayr.